Diqqat aholiga tezkor shoshilinch xabar. Aprel oyidan boshlab elektr energiyasining narxi qanchaga oshishi e'lon qilindi. Barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, hududiy elektr tarmoqlari 2025-yil 1-apreldan elektr energiyasi uchun yangi narxlarni e'lon qildi. Unga ko'ra, bir xonadondagi mo'ljallangan 200 kilovatlik limit 600 so'm etib belgilandi. Amaldagi narx 450 so'mni tashkil etadi. Agarda siz foydalangan limit miqdori 200 kilovatdan oshsa, 1000 so'mdan to'laysiz. Amaldagi narx 900 so'm edi. Foydalanilgan elektr energiyasi kilovati 1000 kilovatdan oshsa, 1500 so'mdan to'laysiz. 10000 kilovat va undan yuqori miqdorlar uchun esa 2000 so'mni tashkil etadi har bir kilovat uchun, deyiladi xabarda. Hurmatli kuzatuvchilar, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, videoni boshqa yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.